Axloq xilvatda o'lchanadi. Ya'ni odam bor yerda qilingani axloq emas, adab. Haqiqiy axloqli odam bo'lsin bo'lmasin, insonlar uni ko'rsin ko'rmasin, din va dunyolik ishlarda har qanday ishni mukammal qiladi. O'tmishda bir podshohlikda kishilar qo'zg'alib ketibdi. Podishoni tushirib etib, uni boshqa podshoh tiklaymiz deb. Shuni podshoh to'xtanglar. Sizlarga bir shartim bor. Mushu shartimni qilib bersanglar, әті мен падишалықны ташлап бірме, кімді падиша сайлап алсаңыз сайлаңlar деген. Халық неме шартлары о деген. Бүгін кеше шәһәрнің отырған yo'g'on bir qozon qo'yamiz. Bu qozonga qorong'u kechida har bir puhra bir istakandan sut quydi. Agar qozon sut bilan to'shsa ata, men padishaliqimdan tushib birme, boshqa bir odam padisha saylab olinglar degan. Ma'qul debdi. Shuning bilan kechida hamma odam men bir istikan sütning o'rniga suv qo'ysam, nima o'zgarish bo'ladi? Hech kim bo'lmaydi zaten. Boshqalar sut qo'ygandan keyin men suv qo'ysammi, bilinmaydi u deb degan e'tiqod bilan hamma odam shu e'tiqod bilan bir istikandan suv quyibdi qozonga. Atdiganda qarasa, sutning hech qanday didori yo'q. Qozonda faqatla suv. Shuni podshoh debdi xalqqa. Ko'rdinglarmi? Sizlarning hammanglarning axloqi o'xshash. Mening podshohligimni evetib boshqa birini saylasanglarmi, sizlarning ahvolingiz hargiz o'zgarmaydi. Debdi, shuni xalq asta taqilib ketibdi.